Assalomu alaykum. Ko'rinishdan chiroylikka o'xshaydi. Lekin biz buni bundan ham chiroyli qilib o'stirdik-da. Bitta kurtak chiqarganda 20 ta 30 talab kurtagi bor edi. Hozir ko'rsatay desam, uni berib yuborganman, shuning uchun ko'rsata olmayman. Hozir shu gullarni qirqishi, tradiskansiya bor, 4-5 xil, ularni kesishi va yana shu gulni ham chiroyli qilib o'stirish to'g'risida, nima sababdan kesishimiz to'g'risida ozgina mavzu qilamiz. Buni olib tashlaymiz. Buni ko'p aytamiz, mana bu olib tashalgani, bu bir xilda ekilgan, hammasini yoshi bir xil. Bu guliga berib yuborgan, buni guli yo'q, tagidan ko'pgina bo'lib chiqqan. Ne olib tashlaymiz gullarini. Ikkita gul chiqaribdi-da bu. Buni olib tashlaydigan bo'lsak, tagiga quvvatini beradi. Shuning uchun oshiqcha quvvatini guliga bermasin-da bizga, boshida tanasiga bersin. Buni men qo'ygandim, Instagramda qo'ydim, adashmasam, Telegramda ham qo'ydim. Osilib o'sganini. Osilib rosa chiroyli bo'lib o'sganda, kattagina bo'lib 1 metrcha osilgan bular. Tuvani aylan atrofidan hamma yeridan osilib tushgan. Kattaroq tuvakka ekkanmiz, to'la bo'lgan. Buni ham xuddi shunaqangi qilib o'stiramiz. O'shaning uchun kesyapmiz. Bu ko'p vaqt oladi, vaqt kerak bo'ladi, o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi osonlikcha. Lekin shu turishda buni olib chiqib turib sotadigan bo'lsangiz ham oladi buni. 15 ming so'm, 20 ming so'm sotadigan bo'lsangiz, menimcha ketaveradi, muammosi yo'q. Lekin chiroyli qilib, zo'r qilib o'stiradigan bo'lsangiz, men hali ko'rganim yo'q rostiga, biror marotaba hech qayerda, internetda ham ko'rganim yo'q. Gerannikini ko'ramiz, ampilniy geranni. Rossiya kanallarida, Yevropanikida, umuman juda ko'p yerda ko'ramiz. O'shanaqangi qilib o'stirdik buni ham. Bu ochilib qolgan, mana misol uchun deylik, 3 ta gul ekilgan bu yerga. Ochilib qolgan, bitta qilib ekadigan bo'lsangiz juda sekin bo'lar ekanda. Olamiz. Bitta bu yerdan chiqadi, ikkinchisi bu yoq rivojlanadi. Bu tepaga qarab o'syapti. Buni tepasini olib tashlaymiz. Tagidan chiqaradi, bu yerdan chiqaradi. Bu yog'i ham xuddi shunaqa, tuvani diametri bo'yicha olib tashlaymiz. Buni tepasini ham olib tashlaymiz uchini. Yonga qarab turib yurib, to'lishib boradi. Bu to'lishgani bu. Bu ekilganiga ancha bo'lgan ekan chamamda. Bu to'lishib qolgani, lekin buni ham to'la deb aytilmaydi buni. Sababi kurtagi oz. Biz internetda ko'radigan, ko'pgina gul chiqarib gullaydigan ampilniy geranlarni hammasiga forma beriladi, hammasini kesiladi. Kesmaydigan bo'lsa, bunaqangi bo'lib o'smaydi. Yuqori qismini olib tashlaymiz. Tagidan to'lishib chiqaveradi. Bitta olasiz, ikkita bo'lib chiqadi. Asli qoidasi shu, bittani olasiz, ikkita bo'lib chiqadi. U bizga nima beradi desa, u bizga ko'pgina shox beradi, bittani o'rniga ikkita gul bo'lib chiqadi degani. O'shaning uchun qo'rqmasdan kesilaveradi buni. Hozirgi ikkita guliga qiziqmaymiz, kesamiz, lekin vaqt talab qiladi, o'zidan o'zi bo'lmaydi. Ampilniy geranning bitta zo'r tomoni, suv quymaysiz, o'saveradi. Suvsiz qolib ketadigan bo'lsa ham uncha-munchaga qurib qolmas ekan bu. Va hozir bo'lsa ham kerak, suv quyilmaganlari, men ularni ham ko'rsataman. Umuman tagi qurib ketganda, suv quyilmagan, qaralmagan, bargi ozgina sarg'aygan bo'lishi mumkin, lekin qurib ketmagan. Qarovsiz qolib ketganda. Men ko'p aytaman, vaqt bo'lmadi, qara olmadik deb ba'zilar aytishadi. Doim hamma narsaga shunaqangi derkasanda deb turib ham gapirishadi-da. Rostdan bo'lmaydi, fizически ulgurmay qolasiz, boshqa qiladigan ishlarim bor. Ko'chada ish chiqib qoladi, yarim kun kelmaydigan bo'lsangiz ham hech nimaga ulgurmay qolasiz. Gul ko'p edi o'ta. Gul bayramiga gul tayyorlab berganmiz. U ham ulgurmaysiz, ham fizически, ham moralniy charchasizda. Biz hali gul sotib, pulli tagida qolib ketganimiz yo'q. Ko'pchilik shunaqa ham o'ylar ekan.
O'shaning uchun vaqtimiz bo'lmaydi, rostdan vaqt bo'lmaydi. Vaqt bo'lishi mumkin, qo'lingiz ishga bormay qoladi. Moralniy charchaysiz, fizически charchaysiz. Kelasizda hech nima qila olmasdan o'tirib qaytib ketasiz. Nimadir qilasiz baribir. Bu kesilgan bu. Oldinroq kesilgan ekan. Bu kesilgan joyi. Bu yondan chiqyapti. Bu ham kesilgani yondan chiqyapti. Tagidagi ham amalga kirishni boshlagan. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Mana bu yer kesganmiz, bu yerdan amalga kirganda tagidan yana yangi chiqaryapti. Bu yoqda ham xuddi shunaqa, barg orasidan yangi chiqib kelyapti. Bu bitta o'sib oladi, bitta o'sgandan keyin yana kesamizda, keyin normalniy holatga kelishni boshlaydi. Barglari kesadigan bo'lsangiz bunaqangi katta bo'lmaydi. Zich bo'lib o'sadi-da. Buni ham 5-6 ta kurtagi bor, lekin bu ampinli geran uchun zo'r degani emas. O'shaning uchun kaltaroq qilamiz, olamiz, bo'ldi. U yog'ini sekin-astalik bilan sharoitga qarab turib to'ldirib chiqilaveradi. Bu yerda hozir bu yog'ini olib tashlaydigan bo'lsam, bu yerdan chiqishi yo'q, tagidan olamiz, bo'ldi. Tagidan olamiz, tagidan to'lib chiqish kerak. O'suv nuqtani olamiz bunda. Bunda ham o'suv nuqtani olamiz, uzayib ketgan. Bu yoqda bu yerdan oladigan bo'lsak, ham tagidan chiqadi, ham bu barg orasidan chiqadi. Hop, bu joyi shuni olib tashlaymiz. Tagidan to'lib chiqish kerak-da, shunda chiroyli bo'ladi. Mana tagidan to'lib turib chiqqan bu. Gulni olib tashlaymiz, quvvatini olmaydi. Tagidan to'lib chiqadigan bo'lsa, endi qo'rqmasdan kesish uchun hozir 21 may bo'lsa kerak, adashmasam. Buni qachon qo'rqmasdan kesamiz? Hozir may, yoz oyida kessa ham bo'ladi. Qizig'i yo'q, qachon bo'lsa ham kessangiz bo'laveradi. Qishda kesmasangiz bo'ldi. Hop, qachon qo'rqmasdan kesamiz? Nimaga men gullarimni qo'rqmasdan kesaman? Sababi ildizi qanaqaligini bilasiz, tuprog'i qanaqaligini bilasiz. Agar ildizi yaxshi bo'lsa, ildiz rivojlanishi yaxshi bo'lsa, tuprog'ingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, siz kesganingizdan keyin u amalga yaxshi kiradi, tez kiradi, tez o'sadi. Bilasiz, qurib qolmaydi. Agar katta tuvak ekilgan bo'lsa, tuprog'ingiz qattiq tuproq bo'ladigan bo'lsa, siz uni kesadigan bo'lsangiz, suv quysangiz, namligi uni haftalab ushlab turadigan bo'lsa, tuproq o'zida uni kesilmaydi. Sababi chirib ketib qoladi. Kesayotganda bitta e'tibor beradigan joyi, ildizga ishonch hosil qilishingiz kerak, zo'rligiga, tuprog'ingiz yaxshiligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Namlik ko'p ushlanib qolmaslik kerak. Bo'ldi. Agar shu qoidaga amal qilib turib kesadigan bo'lsangiz, muammosiz yangi shoxlarini chiqarib turib, muammosiz o'sadi. Agar naborot o'sha tuvagi katta, ildizi kichkina bo'ladigan bo'lsa, gulni kesganingizdan keyin qurib qolish ehtimolligi kattaroq bo'ladi. Suvni ko'p quyib yuboradigan bo'lsangiz, chirib ketib qoladi. Bizga qiziqib turib ko'pchilik kesaman deyishadi-da. Quritib ham qo'yganlar ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Yaxshi bo'lib ketganlar ham juda ham ko'p ekan, yozishyapti sababi. Instagramdan yozishadi, Telegramdan yozishadi, zo'r bo'lib ketdi deb. Lekin e'tibor beradigan joyi bor. Ildizi zo'r bo'lish kerak. Gulli ildiziga qarab turib tuvak tanlangan bo'lish kerak. O'shanda kesadigan bo'lsangiz, gulingiz zo'r bo'laveradi. Hozir hammasini qo'yadigan bo'lsam, ko'p vaqt ketib qolar ekan. Shunaqangi holatda qilib kesib chiqamiz bularni. Hop. Buni ham kesamiz. Bu ham yonga qarab tarva qaylab ketgan. Buni ham kesamiz, olib tashlaymiz. Endi tradiskansiyani ko'rsatay. Bu tradiskansiya. Chaqimchi o'ylam deyiladi, adashmasam. Har xillari borda. Buni ko'paytirmagandek, uncha qiziqishimiz bo'lmaganda, buni rosa chiroyli qilib o'stirdimda. Bu ham rosa ko'p tarqagan bizda. Juda ham chiroyli qilib o'stirdik, lekin bir donami, 2 dona edi xolos. Forma berganmiz, kesib turib, oralari to'lishib, yonga qarab juda ham chiroyli bo'lgan. Bu ham xuddi shunaqangi bo'ladi. Lekin buni biz hali biror marta kesganimiz yo'q. Biz o'sha kutgan natijani olishimiz uchun
bularga ham forma berishimiz kerak. Forma bermaydigan bo'lsak, xunuk bo'lib o'sib qoladi. Formani qanday beramiz? Hamma gulda bor qoida, bularda ham xuddi shunaqa. Misol uchun, mana bu uzayib ketgan 3-4 tasi. Tagida yangi chiqayotganlari juda ham ko'p. Agar biz buni olib tashlaysak, tepasini oqlaylik. Olamizda. Buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Buni ham olamiz. Bo'ldi. Nima qoldi? Hop, asosiy usul nuqtalarini olib tashladik. Quvvatni tepaga bermaydi-da, yangi shoxlarini, yangi bolalarini o'stirishga harakat qiladi. O'stiradi aniqrog'i. Bu tagidan to'lib chiqadi. Tuvani bitta ko'rganingizda ichidan zich bo'lib to'lib chiqadi-da, o'ta chiroyli turadi. Har bitta kesganingizni tagidan 2-3 ta bo'lib chiqadi. Qoida shu. Hammasida bir xil. Bu ham kimgadir qaraganda chiroyli, lekin hammasi har xil o'sib ketgan. Buni ham xuddi shunaqangi qilib turib, misol uchun olib tashlaymiz. Hop. Bo'ldi menimcha. Bularni ham kesib turib olib tashlasa bo'laveradi. Uni men qo'ymayman. U tushunarli menimcha va bu uzayganlarini olamizda, tepasini ildizlatgani qo'yamiz. Tagilardagilar oralaridan yangi barglarni chiqarib turib, bu ham pishni bo'lib o'sishni boshlaydi. Bularda ham mana misol uchun hop, o'ylamaymiz, olamiz, bo'ldi. Hech nima qolmadi. Lekin tagidan chiqayotganlari hammasi tez o'sishni boshlaydi. Ular ozgina o'sgandan keyin uni yana kesamizda, misol uchun 5 ta chiqadigan bo'lsa, 5 tasini kesadigan bo'lsak, 10 ta bo'ladi, avtomatik ko'payib ketaveradi. Shunaqangi qilib o'stiradigan bo'lsak, gulimiz zo'r bo'ladi. Buni endi gullatamiz, xudo xohlasa, bu ham chiroyli o'sdi. Alisium bir dona. Alisium. Hop, lobelia qanaqadir qotib qoldi. Petuniya to'g'risida ham juda ko'pchilik so'rashdi. Petuniyani torfi o'ziga ekib ko'ramiz endi. Bu tuvakka ekkanlarimizni kesib tashladik, bir kesilmaganda bular. Suvni ko'p quyganlarimiz qurib ketib qoldi. Suv quyilmaganlari zo'r. Suvni yaxshi ko'rmas ekan, suvni ko'p quyadigan bo'lsangiz qurib ketar ekan. Bizni teplitsamizdagi sharoitimiz ham zo'r emas, sababi quyosh chiqqan payt 45 gradusgacha issiq bo'lyapti. Dim yomon tomoni. O'shaning uchun yaxshi o'stira olmadik. Endi vaqt bo'ldi, xudo xohlasa, tuvakka ekib turib, zo'r qilib petuniyani o'stiramiz. Harakatimiz bor, endi qilamiz uni. Bo'ldi menimcha, gerani kesilishini sababi, qaysi payt kesish kerak, nimaga kesish kerak, qaysi payt ildizi to'la bo'ladigan bo'lsa, ishonchingiz komil bo'lsa, xohlagan payt kesaverasiz. Muammosi yo'q uni. Qancha ko'p kesadigan bo'lsangiz, shuncha pishni bo'lib, to'la bo'lib boraveradi. To'lishib boraveradi. Bizda bitta yomon tomoni mehnatni qadri bo'lmaydi. Bizni bozorlarda misol uchun shunaqangi qilib ochiltirishadi-da, bunaqangi qilib o'rab qo'yishadi. Shu gulni o'ziga, shu tuvani o'ziga shunaqangi qilib turib o'rab qo'yiladi-da, o'zi turadigan bo'lsa sinib ketadi bu. Misol tariqasida ko'rsatyapman, bo'ldi. Shunaqangi qilib qo'yiladi, bizda borib turib olinaveradi. Lekin kesib, forma berib, chiroyli qilib olib chiqadigan bo'lsangiz, sizni gulingizni qadri bo'lmaydi, narxi bo'lmaydi, yo bo'lmasa bunaqangi qilib turib o'stirilgan guli bilan forma berib turib o'stirgan gulingizni narxi bir xilda bo'lib qoladi. O'sha arzonini odamlar olib ketaveradi. Misol uchun buni o'stirish uchun
6 oylab vaqt ketsa, buni o'stirish uchun 2 oy vaqtda o'zi yetarlicha bo'ladi. Forma berish kerak, kesish kerak, gul chiroyli bo'ladi, zo'r bo'ladi. Suvni ko'p quymaslik kerak. Suvni ko'p quyadigan bo'lsangiz, buni orqasi nuqta-nuqta dog'ga o'xshab qoladi. Hozir tagi qaqshab yotibdi, ko'rinib turibdi menimcha. Bu ham ozgina yengilroq ekan, ozgina og'irroq ekan. Va suv umuman quyilmagan. Bu bargi. Qaydan bilsa bo'ladi desa, o'ta yengilda buni. O'ta yengil. Endi qo'lab ko'rsagan bo'laveradi. Suvni kamroq quyirish kerak. Ampinli geranga suvni kamroq quyirish kerak. O'zi geran hammasiga kamroq quyish kerak. Vaqtinglarni oldim. Rozi bo'lib qolasizlar.